Barchaga assalomu alaykum. Uz Avtosportdan mazkur videorolikimizda biz uchun sevimli bo'lib qolgan kichkintoyimiz Devo Tico avtomobili haqida qisqacha ma'lumot berib o'tishga qaror qildik. Devo Tico avtomobili shahar hayotiga moslashgan bo'lib, Lotin Amerika davlatida Devo Fino deb ham ataladi. Tico avtomobili Janubiy Koreya davlatida 1991-yildan boshlab 2004-yilgacha ishlab chiqarilgan. Polsha va Ruminiya davlatlarida esa 2001-yilgacha chiqarilgan. O'zimizni O'zbekistonda 1996-yildan 2004-yilgacha chiqarilgan. Tico avtomobili Suzuki Alto bazasida 3-pokoleniya bo'lib, 1988-yili qurilgan. Ticoning dizayneri esa o'sha mashhur italiyalik avto dizayner Giorgetto Giugiaro bo'ladi. Uning texnik xarakteristikasiga keladigan bo'lsak, karburatorli benzinga yuradigan 796 cm3 motor bilan jihozlangan. Uzatmalar qutisi esa 5 bosqichli mexanika yoki 3 bosqichli avtomat.